Kengayrim shu o'g'lini bizdan sovg'a olsa bitta 17 bizlardan sizga sovg'a bo'ladi. Главный eshikdan kirganimizda bu tomonda eshiklar bor, devorlari yaxshi apachento bo'lgan 5,5 sotuqda juda ham yaxshi qurilgan hovlimiz. Birinchi qavat, ikkinchi qavat plus farg'on, o'zingizga fasini ham bor. Eshikdan kirganda chap qo'lda mehmonlari to'g'ri shu katta mehmonxona qilganlar juda ham chiroyli. Shahar markazi Gorbaletsaning oldida bo'lyapti. 5,5 sotuq froshli aloqaga chiqinglar. Sizlar uchun zo'r variantlarni topishda davom etamiz. Hozir hammasini ichkarisini ko'rsatib o'tamiz. Grand Sultanning lyustrasini ichkariga qo'yganlar ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli bo'lyapti. Birinchi qavatimizda kirganimizda kattagina hovli ichiga yaramoqdir. Bu domofon sistema bo'lyapti. Chap qo'limizda kuxni zonamizni ko'rsatamiz. Kuxni zonamiz hamma mebel texnikalari bilan birgalikda qo'llarni chiroyli kafe qilganlar, juda ham chiroyli. Devorlarni yaxshi atachenti surtganlar. Bu yerdan kelamiz. O'zbekiston mehmon do'stlar, mehmonxonani qarang. Ikkita mehmonxona sizning xizmatingizda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, juda ham katta mehmonxona. Devorlari yaxshi atachenti bo'lgan, juda ham chiroyli. Har bitta xonada konditsioner qo'yganlar ekanmiz. Parpol qismi ham bor, parpol qismini sizlar uchun qo'yib beramiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin, dekoratsion o'yinlar juda ham chiroyli. Bu yerdan kelamiz, birinchi qavatda umumiy bo'lgan saroy ko'rishingiz mumkin. Vanna zona juda ham akkuratli bo'lyapti. Kafelarni yaxshi qilganlar akamiz. Yana bitta birinchi qavatda kattalar yotoqxonasi. Ota-onangizni shu yerga qo'yishingiz agar ikkinchi qavatga chiqishlari shart emas. Ikkinchi qavat ko'rishingiz mumkin, kravat, shkaflar, devorlar yaxshi. Har bitta xonada konditsioner qo'yib ketganlar. Hozir sizlarga ikkinchi qavatni ham ko'rsatamiz. Uyimizda ikkinchi qavatga ham chiqib oldik. Ikkinchi qavatda 4 ta spalni bo'lyapti. Ikkita kattalar yotoqxonasi, ikkita yosh bolalar yotoqxonasi qilsangiz bo'ladi. Birinchisi masterskiy spalni, двух spalni, o'zining garderobnisi bor, yana o'zining sanuzel dushovaya zonalari bilan birgalikda juda ham chiroyli. Eng qizil spalning o'zida ham balkon bor. Bu yerdan kelamiz. Kattagina hol, o'zining kattagina balkoni bor. Bitta balkonni ham sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Balkonni ko'rishingiz mumkin. Katta, juda ham chiroyli. Bu yerdan kelamiz. Yana bitta xonamiz, xohlasangiz kattalar yotoqxonasi yoki yana bitta yosh bolalar yotoqxonasi qilsangiz bo'ladi. Bunisini ham balkoni bor. Har bitta xonada akamiz konditsioner qo'yib ketganlar. Bu yerdan kelamiz, yosh bolalarimiz xonasi ko'rishingiz mumkin. Ikkita kravat, devorlari yaxshi emulsiya bo'lgan. Aytganimdek, har bitta xonada konditsioner bor. Bu yerdan kelamiz, umumiy sanuzel, ikkinchi qavatning umumiy sanuzeli. Yana bitta kattalar yotoqxonasi, двух spalni, shkaflar, potolokgacha, devorlar yaxshi emulsiya, konditsioner bor. Uyimiz Gorbaletsaning orqasida 5,5 sotuq, narxini 700 ming deyaptilar, yana savdosi bor. Kim shunaqa uyni orzu qilgan bo'lsa, sirosha aloqaga chiqinglar. Sizlar uchun zo'rlar topishda davom etamiz.